Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun mana yana Haqiqatlar shousi 4-soni. Navbatdagi mehmonimiz trader Yoqubjon Umidovich. Xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Rahmat. Biza xush keldik desak ham bo'ladi, chunki biz bular uchun spesial Samarqandga podzakaz kelganmiz, podkast qilishga siz bilan. Hozir ancha seriozniy savollar bo'ladi. Hammasiga umid qilamizki, to'g'ri javob berasiz. Qo'ldan kelgancha. Birinchi savolimiz, men sizni taniyman juda yaxshi. Sizni muxlislaringizga, podpischiklaringizga qaytadan o'zingizni tanishtiring. Xo'p, men ismim Yoqubjon Umidovich. Xo'p, trade sohasida shu 5 yildan beri trade sohasidaman. Imенно kripto trading sohasida boshqalardan farqli o'rinlar. Ko'pchilik forex ishlaydi, futures ishlaydi. Meni soham kripto. O'zimning shaxsiy ofisim bor Samarqandda, komandam bor. Shu komandam bilan birgalikda Samarqandda kriptoda tradingda shug'ullanamiz. Trade bilan shug'ullanasiz. Sizningcha universitetda o'qish kerakmi? Fikringiz qanaqa? Universitetda o'qishda kerak. O'zingiz o'qiganmisiz? Ha, o'qiganman, bitirganman o'qishni. Qayerda bitirgansiz sir bo'lmasa? Filologiyani bitirganman, ingliz tili. Magistraturaga kirmoqchi bo'lganimda ofis ochganman, shu bilan qolib ketganman. Ingliz tilini yaxshi bilasizmi? Ha, yaxshi bilaman. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Traderlik bo'lmaganda nima ish qilgan bo'lardingiz hozirgi kunda? Traderlik bo'lmaganda magistratura soham bo'yicha edi. Ingliz tili o'qituvchi bo'lardim, ehtimol. Yoki biznes. 5 million oyligami? Yo'q, kattaroq endi maqsad bor edi. Menda o'qishni bitirdim, Kanadaga magistraturaga o'qishga kirganmiz. O'sha viza olingan, kontrakt to'langan, hammasi tayyor. Ofis ochishim kerak bo'ldi. Shu bilan bu yerda ishlar ko'payib ketdi. Qoldirib turdim vaqtinchalik. Ehtimol kelajakda o'qirman magistraturani ham. Lekin menimcha siz sohangizda hech qayerda o'qish menimcha kerak ham yo'q. Ha, yo'q, kerak yo'q. Lekin baribir dunyoqarashni kengaytirish uchun o'qish kerak inson baribir. To'g'ri. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. 0 dan 1 million dollar qilish uchun tradingda qancha vaqt ketadi? Xo'p, trading sohani o'zini o'rganish uchun 2-3 yil ketadi. Endi chista tajribani o'zi. Tajriba, bilimni olish uchun 2-3 yil ketadi. Endi million dollarga chiqish hammani boyagi yashash muhiti, o'zini nima deydi, moliyaviy holati bilan kelib 5 yil, 6 yil shunaqa ketadi. Xo'p, keyingi savol, o'zingiz mana shu tradedan eng ko'p necha pul topgansiz? Faqat aldamasdan ayting. Eng ko'p desam qanday bo'ladi? Yillikmi, oylikmi? Bitta savdoda aytaysiz. Bitta savdoda eng ko'p qancha? Bitta savdoda 80 ming. 80 ming dollar topganman. Bu qachon bo'lgan? Yaqinda bo'lgan? Xo'p, fevralda bo'ldi. Pullar qani? Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Oylik rasxodingiz qancha va nimalarga sarflaysiz asosan? Xo'p, oylik rasxodim 7 ming dollarda. Nimalarga ketadi 7 ming 8 ming dollar? Xo'p, endi bular общий. O'zimga shaxsan o'zimga trenovkam o'ziga, misol zalga chiqaman 2 ming 3 ming so'm dollar ketadi. Toshkentda ham даже bunaqa emas, Befitlar ham bunaqa emas. Yo'q, faqat zalni o'zi emas. Bu yerda personalniy trener bor, ya'ni boyaga sport dabavkalar bor, vitaminizatsiya bor, doktor bor. Alohida o'zim doktorim bor. Chunki men kechqurun savdo qilaman, stress baland, kortizol baland yuradi, kunduz uxlayman va doktor nazoratida trenovka shuning uchun boshlaganman. Emotsiyalar ham baland bo'ladi sizlarda. To'g'rilash uchun. Shu 2-3 ming shunga ketadi. Keyin yashash xarajatlari, kiyim-kechak, keyin ofisimga va ofisga arenda puli 1,5 ming. Pul ofisingiz arendasi juda katta ekan ofis. 1,5 ming dollar ofis, soliq, ishchilarning oyligi bilan 2,5-3 minglarga boradi ofis har oy xarajat. Bo'lmadi, bazaviy xarajatingiz 7-8 ming dollar oyiga. Shu bazaviy har oy bor degan narsa 7-8 ming. O'g'il bolalar kamroq pul ishlatadi deb o'ylardim. Qizidan ko'p ishlatar ekansiz. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Hayotingizda eng katta yo'qotgan yoki slip bo'lgan pulingiz qancha? Slip qilgan pulingiz? Xo'p, eng katta yo'qotgan pulim 200 ming. Bitta savdoda? Yo'q, bir oy ichida общий balansda 200 ming ketgan. U qanaqadir ta'sir qilganmi psixologiyangizga? Endi unchalik emas, qanday desam, meni xatoyim nimadir deb emas, endi urush sabab katta volatilность bo'lgan payti bo'lgan. Endi u payt bittaman emas, global hamma traderlar minus qilgan. Mana esida 2025-yil oktyabr oyi katta volatilность bo'lgan payti, birjalar ishlamay qolgan o'sha payti 200 mingga achinmaysiz xolos. Yo'q, unga qaytarib oldik baribir. Men bilaman, shu sohaning ichidaman. Bittada 80 ming bilan savdoni yopgan 200 ming ham jalqa emas. Ketdi, ertaga keladi. Shunga achinish kerak emas. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Ko'rinishingizdan trenovka qiladiganga o'xshaysiz. Hozir bu narsani gapirib o'tdingiz. Shunda faqat pulni emas, balki o'zingizni ham qachot qilasizmi shunda? Ha. Qanday o'zida zalga chiqib o'tam o'ziga qarash kerak-da. Yaqindan chiqasizmi zalga? Anchadan beri chiqasizmi? 2 yildan beri. Ha, tushunarli. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Trenirovka muhimmi yoki pulmi? Xo'p, trenirovka muhimmi, pulmi? Xo'p, qarang, trenirovka bergan emotsiyani nima deydi, u kayfni puldan olib bo'lmaydi-da. Pulingiz bo'lmasa-chi, trenirovkaga ham chiqishga sharoit bo'lmaydi-yu? Yo'q, qarang, trenirovkaga chiqish uchun ular katta pul shart emas-da.
Katta pul ishlatmas, o'tirib 2-3 ming ishlataman deyapsiz. Yo'q, endi pul bor, shunga sharoitim bor, ishlatyapman. Agar yo'q bo'lganda, bunda misol uchun 200-300 dollarga ham zarga chiqsa bo'ladi, bemalol. 100 dollarga ham chiqsa bo'ladi. Xullas, pulsiz ham yashayverasiz, trenirovka qilib, qachat qilib. Chunki qarang, pul qanday desam, pul qo'lingizda bor, lekin ichki emotsiya, psixologik bor-ku, sizga emotsiya bermaydi-da. Trenirovka u tanaga beradigan narsa-da. Mazza bermaydi. Mana shunaqa narsa. Pul bilan u narsani his qila olmaysiz, ola olmaysiz o'zingizga. Pulda sotib olishingiz mumkin narsa, buyumni sotib olasiz, u psixologik-da. Ko'rdingiz, mashina bu tana his qilmaydi-da uni. Trenirovka bilan tana his qiladi. Shuning uchun men trenirovkani tanlayman. Lekin hech qaysi ayol 6 ta mashina turganda 6 ta kubiga tanlamaydi-da. Voy. Keyingi savolga o'tamiz. Hozirgi kunda mashinik treyderlar ko'payib ketyapti. Siz ham shularning qatoridamisiz? Ha, deymi? Yo'q, sразу javob berishingiz. Yo'q, albatta yo'q. Hozir qarang, mashinali treyderlar qanday desam, ikki turga bo'linadi-da. Kurs sotadiganlar bor. Odamlarni aldab pulini olib ko'paytirib beraman deydiganlar bor. O'zi bilimi bo'lmaydi hech qanaqa treyд sohasida. Kurs sotadiganlar, masalan uchun qo'pol qilib aytganda, o'zi treyddan foydaga chiqa olmaydi. Majbur endi boyagi lasot qilib qo'ygan, zarar qilib qo'ygan, uni qoplash kerak. Boyagi kimlardir kurs olgan, o'shani o'rgatib, qoplash uchun o'rgatadi. Ana endi realni bilimi bor treyderlar nima uchun o'rgatadi desangiz, misol uchun men treyderman-da. Xuddi sizga o'xshab, masalan men treyderman, mashinangmisan, sana qolganlarga o'xshab deydi-da. Mana shu mashinik treyderlar yo'q bo'lishi uchun realni treyderlar dars o'tib, haqiqiy trading qanaqa bo'lishini ko'rsatish kerak-da. Lekin ular besplatniy dars ham o'tishmaydi. Bitta dars o'zi bir 3000 dollar, shogirdlik 10000, 5000. Rezultat yo'q, foyda yo'q, ofis yo'q, prosta onlayn uyda o'tirib hech qanaqa rezultat yo'q, pul yo'q. Misol uchun siz aytganda bepul kurs yo'q, premium sotishadi. Siz bepulga sotarmisiz kursingiz bo'lsa? Da. Soting unda. Yo'q. Siz kurs sotasizmi? Kurs hozircha yo'q, endi boshlaymiz, xudo xolasa. O'zingiz mana hozir shuncha gapiryapsiz, o'rganib olib qilishadi treyderlar deyapsiz. Siz o'zingiz besplatniy sotasizmi kursingizni yo platniy bo'ladimi? Qarang, bepul qanaqadir tariflar bo'ladimi? Tariflar bo'ladi albatta. Bepul narsani qadri yo'q, chunki men o'tib ko'rganman. Misol uchun ofisda hech qanaqa to'lovsiz 30 kishini o'qitganmiz, 3 oy, 4 oylab. Rezultat unaqa ola olmaganmiz. Ya'ni menga komanda kerak bo'lgan, ya'ni trade qilganim, bizda investorlar bor, pul bor, boyagi pulni boshqarish kerak, bizga komanda kerak, informatsiya to'playdigan bolalar kerak. Lekin bolalarni olib kelib ishlataman desak, pulni bersak, ularning bilimi yetarli emas. Aytgan ishimizni qila olmayapti. Kelinglar, o'zimiz o'qitamiz, bepul 2-3 oy bilim beramiz, keyin biz bilan ishlaymiz, biz oylik beramiz desak, unda qiziqishadi. Yo'q, qiziqishyapti. Bepul o'qiyotgani uchun rezultat yo'q. Boyagi, nima deydi, pul to'layapman-ku deb qiziqib o'qimayapti-da, mehnat qilmayapti, charchamayapti-da. Bepul narsani qadri bo'lmadi-da. Xullas, siz pulli qilishingizdan o'zingizga manfaat yo'q. Yo'q, boyagi kursni puli, ofisda xarajatlar o'ziga ketadi. Buncha ortiqcha katta foyda qolmaydi. Prosta menga foyda qoladigani, feysim taniladi, treyder degan obro'yim oshib bo'ladi. Siz menimcha o'zingizni uncha ko'rsatishga qiziqmaysiz-a? Yo'q, shu paytgacha ko'rsatmaganman. Endi nima desam, investorlarni kattalashtirmoqchimiz, ob'yomni kattalashtirmoqchimiz. Misol uchun hozir 20 tadan ortiq investorim bor-da. Bu sohada investorsiz ishlash qiyin. Ya'ni kichik balansdan katta rezultat qila olmaysiz. Misol uchun 10 ta investor olsam, 100 ming dollardan 1 million dollar. Oyga 10% 100 ming deganida. Ana endi investorlar menga pul berishi uchun ular meni rezultatimni ko'rish kerak. Prosta men treyderman, prosta men treyderman desam, ular kelib menga 100 ming dollar bermaydi. Bu yerda shogirdlarim rezultat ko'rsatsa, keyin ular rezultati bor. Shuncha odam o'qidi, rezultat ko'rsatyapti. Demak, bu inson nimadir bor. Menda ham 10 ming pul bor, sizga berib qo'ysam bo'larkan. Keyingi savolga o'tamiz. Uydagilaringizga treyder bo'laman deganingizda nima deyishgan? Yo'q, qarshilik qilishmagan. Ya'ni treyder bo'lishimga podдержка qilganim ham uydagilar. Ya'ni boshida pul taraflamayapmi? Pul taraflama, kurslarni olishimizga yana yoshlikdan boshlaganman-da. Yoshligingizdan boshlagansiz? Universitet paytlari birinchi kurslardan boshlaganmiz. Endi kurs biza studentmiz, qo'limizda pul yo'q, depozit yo'q, bilim olishimiz kerak. O'sha paytlar uydagilar o'zi podдержка qilgan. Ya'ni kurs olib o'qishimizga, depozit qilishimizga, minus qayta minus qilganimda, "Amma yaxshi bo'ladi, hali depozit ber" degan uydagilar. Tushunarli. Treyderlik sohasi o'zi ancha yildan beri bor soha, lekin oxirgi paytlar ko'zga ko'rina boshladi. Mana shu 2-3 yil deganda ko'zga ko'rindi. Undan oldin bunaqa olib chiqishmasdi. Undan oldin ham bor edi, Instagram yo'q edi. Bor edi, lekin Instagram ham bor edi, bunchalik olib chiqishmasdi kurslar bilan. Kurs temasi yo'q edi. Tema bo'lardi. Qanaqa qiladigan odamlar yo'q edi-da. 200 ming dollarlab kurs sotib beradigan odamlar yo'q edi. Ular sotib o'tiribdi. Ya'ni kurs sotishdan katta foyda qolmagan treyderlarga. Hozir shu joyda kimga qaradingiz? Hozir zapis qiladiganlar. Hop, keyingi savolga o'tamiz. Ofisingizni ko'rdim. Nech pul ketgan mana shunaqa sharoitlar qilishga?
Xo'p, endi общий komanda uchun qilganmiz buni, o'zimiz uchun yaxshi sharoit bilan 100 minglar qilganmiz-da. 100 ming dollar ketgan. Endi bitta savdodan 80 ming chirt yetgan odamga 30-40 ming dollar edi. O'zi 30-40 ming dollar rejalashtirganmiz. Keyin qurilish boshlagandan keyin ketayapti, 100 mingga borib qoldi-da. Nima qurilish boshlagansiz? Ya'ni bu yo'lni polni remontini o'zimiz qilganmiz. Bu arenda dedi shekilli. Yo'q, arenda olganmiz, ana shuni olganman. Menga yana korobka bergan. Remont hamma narsani o'zimiz qilganmiz. Hozir siz chiqib ketsangiz bu odam minusga. Yo'q, endi bu yil sotib olamiz, o'zimiz yaqinda olamiz. Sotib olsangiz, unda arziydi. Xo'p. Buncha remont endi mehnat ketdi, olamiz endi o'zimizga. Shogirdlaringiz bormi? Shogirdlaringizning eng katta natijasi qanaqa? Xo'p, shogirdlarim bor. Natijasi yaxshi, endi ko'plari yosh, hali katta depozit qilmagan. Ya'ni kichkina depozitga nisbatan boshqa treyderlarga nisbatan zo'r natijasi. Boshqa treyderlarga nisbatan? Stabil daromadga chiqqan ko'p. Treyderlarni ichida o'zingizni solishtirsangiz, o'zingizni kuchli treyder deb bilasizmi yo katta bozorda yo slabey deb bilasizmi? Men yo'nalishim kriptovalyuta bo'yicha, meni yo'nalishim bo'yicha, misol uchun nomer 1 man deb hisoblaysizmi o'zingizni? Seriously? Savatsangiz bo'ladi. FX bo'yicha, forex bo'yicha hozir ko'pchilik aytadi, "Yo'q, sandan zo'rlar bor, u katta balanslar bor." Tan olaman, to'g'ri, balki kattaroq balanslar bordir, zo'rroqlar bordir. Endi ular forex boshqa tema. Men kripto yo'nalishi bo'yicha, misol uchun mendan bitta ustozim bor o'zi Hasan aka. U kishini mendan oldin boshlagan ancha. U kishini yo'nalishlarini Spotify meniki futuresi bo'lganda, ya'ni u kishi meni yo'nalishimda hali rezultat qilmaganda, u faqat Spotifyda. Hamma o'zini uslubida ishlaydi. Meni yo'nalishimda eng kattasi men O'zbekistonda. Yo'q hali unaqasi. Ana bo'lmasa. Hop, keyingi savolga o'tamiz. Tradingda razgonga qanday qaraysiz? 100 ming dollar, 1 million dollar qilish bir oyda misol uchun. Razgon temasi, qani desam, pul muhim emas, undan keyin keladigan psixologiya muhimda. Ancha psixologik bosim berib qo'yadi. Boshida bilinmaydi, lekin sekin uzoq muddatda ancha odamni qiynab qo'yadi. Ya'ni topgan foydasini ham keyinchalik baribir yo'qotadi. Million topsa ham baribir o'rganib qoladi razgonga, to'g'rimi? Narkotikada o'rganib qoladi. Anaqaga disiplinaga amal qilib ishlash kerak-a? Psixologiya bir buziladi-yu tradingda, shunaqa pul bilan o'ynashganingizda. Shu bilan ketdi. E'tiborsiz, misol uchun bitta savdoda 80 ming dollar yechganman deyapsiz. Razgon qilmasdan disiplina bilan yechgansiz. Bez razgon bo'lgan buni. Bez razgon bo'lsa, bizda sezon bor, bitta sezonda shunaqa profit. Gap bo'lishi mumkin emas. Keyingi savolga o'tamiz. Qanaqa challenge boshlagansiz hozir? Xo'p, hozir bir sayt aka bilan boshlaganmiz. 45 kunda Li 9 olishimiz kerak. Real kursda berasiz deganlar. Men xo'p deganman. O'sha boshladinglar. Boshlaganmiz. Endi misol uchun bir hafta 10 kunlar bo'ldi. Endi 45 kunda bitta Li 9 ni pulini ishlab berasiz deydilar. Real kursda olasizmi? Olamiz. Li 9 olmay, bu oling. O'zi plan B. Endi menga hozir birinchi, ya'ni 45 kun limit berdilar. Vaqtga 45 kun ichida hamma savdo ochiqchasi ko'rsatib, olasizmi? Qo'lingizdan keladi. To'g'rilasa. Men ham sizga shogird bo'lsam bo'lar ekan. Birinchi challenge BMW ayuch qilardim men. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Psixologiya roli tradingda qanday? Psixologiya roli endi qarang, ko'pincha birinchi o'rinda. Ya'ni ko'pchilik hozir bilimni olyapti, tajriba olyapti, 2-3 yil vaqt ketkazyapti, lekin baribir psixologiyasi slabeylik uchun ko'pchilik zararda. Qanchalik bilimi kuchli bo'lmasin, psixologiya kuchli bo'lmasa, ba'zi insonlar bor, ming bilim olsa ham psixologiyasi to'g'ri kelmagani uchun ular trader bo'la olmaydi, tradingdan foyda qila olmaydi. Shunaqa odamlar bor, azartli odamlarda. Ular savdoga kiradi-yu, o'sha bilgan bilimi, boyagi disiplina, unga qaramaydi. Emotsiya bilan ish qiladi. Azartli insonlar. Siz emotsiyaga kirgan paytlaringiz bo'lganmi sizda? Emotsiya bilan. Kamdan kam holatda. Men unaqa emotsional odam emasman. Savdoga kirgan paytim как robotdek savdo qilaman. Emotsiyasiz odamlar menimcha yaxshi savdo qilsa kerak deb o'ylayman. Keyingi savolga o'tamiz. Sun'iy intellekt yoki robotlarga ishonib savdo qilsa bo'ladimi hozirgi kunda? AI. Endi AI ni o'zi qandaydir qila oladi-yu, lekin hozirgi bu FX dagi robotlar chiqqan, yo'q, ularga ishonib bo'lmaydi. Sotib olishadi-ku odamlar o'shani qanchadir pul. Ularning foydasi vaqtinchalik, stabil bozorda, misol uchun volatilность bo'lmagan paytda, impulsiz bozorda, misol uchun 3 kunlik, bir haftalik rezultat qiladi, bar oxirida silib qiladi. Ya'ni meni ham komandamda bor, unaqa bolalar, aytishninglar bor, FX dagi bolalar bor, robotlar asashgan, qimmat robotlar asashgan. Men o'zim investorlik qilib pul berganman, ya'ni o'sha rasxodlarni ko'targanman. 2-3 oy birga ishlaganmiz, lekin oxirida bar pul minus qilishgan. Ya'ni 20 ming dollar men minusga yozishgan. Boshida chiroyli natija, lekin baribir volatilность kelgan payt minus. Tushunarli. Keyingi savol, farzandlaringizga tradingni o'rgatgan bo'larmidingiz? Farzandni yo'q. Nega?
qanday desam, ko'p tashqaridan osondek ko'rinadi. Masalan, siz Lekin- ko'rsangiz ko'p pul topyapsiz, lekin ichkaridan juda ham qiyin sohada. Oson pul topishi eng Qiyin qiyin yo'li. yo'li Da. deb Hamma tradingga anaqa berilgan, Da. urg'u berilgan. Ichkarida ancha qiyin narsada. Undan ko'ra o'qitganingiz yaxshi. Qolgan Anaqa sohalar bitkaz- sal osonroq. Bu yerda ko'p pul topishini ko'rib, "Vau" deyishadi, lekin bu yerda uyqusiz bo'ladi, kechalarini uxlamaysiz, stressingiz bor, psixologik bosimingiz bor. Ya'ni mana shunaqa narsalar bor-da. bu yoqdan ketib qoladi Bu yerdan miyasi. ketaverasiz, sog'lig'ingiz ketyapti-da bir Asab tomondan, ketadi. asabiy sog'lig'ingiz. Chunki kechasi uxlamaganning o'zida уже avtomatik odam nervni bo'lib qolishi tabiiy hol. Keyingi savol, pul baxt olib keladimi? Pul baxt olib keladimi? Bu savolga lekin hozircha javob bera olmasam kerak. Nega? O'zingizni fikringizni aytavering. Qanaqa fikrdasiz? Endi pul baxt olib keladi. Endi baxt hamma uchun har xil narsa-da. Hamma uchun har xil narsa. Kim uchundir qimmat mashinadir, kim uchundir ota-onasining sog'lig'i, kim uchundir oilasi. Siz uchun menimcha pul bu trenirovka, baxt bu trenirovka bo'lsa kerak, menimcha. Misol uchun men uchun qimmat mashina yoki qanaqadir qimmat narsalar baxtli narsa emas-da, yo'q-da. Misol uchun uydagilarning sog'lig'i yo'q bo'lsa, uydagilaringiz yoningizda bo'lmasa, bu baxt yo'q-da. $1 million pulingiz bo'lsa ham. Hamma treyderlar mashinalarni kolleksiya qilib, mana shunaqalar qilib tashlaydi-yu, cho'ta sizda bunaqa narsa sezmadimmi? Yo'q, hali. Sizda boshqacharoq ekan, boshqacha. Endi birdan unaqa uslubingiz boshqacharoq ekan. Oldin fundamentni baquvvat qilib qurish kerak. Baquvvat qilib qurish kerak. 10 ta gellikka pul yetadigan bo'lsa, keyin bitta gellik olsak bo'ladi. Bittalik 9 olsa bo'ladi keyin. Ko'pchilik hozir bitta gellik pul ishlayapti, sraz gellik oladi, balans 0. Menimcha u ham yarim arenda bo'lsa kerak. Da, kreditga yoki bo'lib to'lashga olishadi. U xato narsa-da. Oldin bir 10 ta gellik pulni ishlab qo'yish kerak, keyin bitta gellik olsangiz bo'ladi. To'g'ri. $1 million uchun nimalarga tayyorsiz? $1 million uchun unaqa narsalarga tayyor emasman. Uje Unaqa narsa sразу nima keldi miyangizga? yo nimalarga debsiz-ku? Nimalarga tayyor bo'lasiz? Yo, endi qarang, men uje Sohangizdan tashqari $1 million uchun nimalar qilgan bo'lardingiz? yo, unaqa ko'p narsa qilmayman pul uchun. Uje qarang, men pul topishni ko'rdim-ku. Katta summalarga yetish ham uje menga oson bo'lib qoldi-yu. Uje men uchun pul raqam uncha katta rol o'ynamaydi. Spokойniy qaraysiz pulga. Spokойniy qarayman. O'zingiz qanaqa oiladansiz? O'zim oddiy oiladan. Dadam ustalar. Samarqandliklar boy bo'lishadi-yu. Da, boy. Da, endi Samarqandda qanday desam, ko'pchilik endi chet elga borishadi, Amerika, misol uchun mening qarindoshlarim yarim Amerikada. Nimaga Amerikaga borishadi samarqandliklar? Endi bilmadim. Endi o'zi pul ishlashga-yu, endi boshqa viloyatlarga qaraganda faqat samarqandliklar borishga odat bo'lib qolgan. Nimaga Toshkentda misol uchun emassiz, Amerikada faqat samarqandliklar? Shunga tushunmayman men. Eng ko'p samarqandliklar, yo'q, samarqandliklar ko'p. Misol uchun boshqa viloyatdan ham borolmaydi. Odamlar yeminda samarqandliklar qanaqadir o'tib ketishadi, bilasizmi? Da, samarqandliklar qayerda pul bo'lsa, o'sha yerda bor-da. O'zingiz ham ketgan bo'larmisiz, misol uchun trade sohangiz bo'lmaganda Amerikaga ishlagan? Yo'q. Oilani taylab ketmasdim, lekin ota-onamni taylab uzoqqa bormasdim. Ya'ni Kanadaga ham bormoqchi edim, magistraturaga. Shu oiladan uzoqqa ketmay, ya'ni ota-onam ketsam keyin 5-6 yil ketdi-da, u yerda karyera qilasiz, o'qishni bitirasiz. Yana qolib ketaman, o'zi ancha vaqt ketadi dedim, qoldim-da. Mana shu sabab qolganman o'zi. Tushunarli. Keyingi savolga o'tamiz. To'yingizni qanday o'tkazmoqchisiz? Samarqandliklar hashamatni yaxshi ko'rishadi-yu. Da, o'sha Samarqandliklarda o'tkazamiz majbur, el qatori bizda. Oddiy qila olmaymiz. Hozir kelayotganda bolaga yetib kelyotgandim. Shu Samarqandda qiz berish o'ziga bir 10-15 minglik tilla qilmasangiz hisob emas. Boshingizni egib yurasiz bu yoqda, shunaqa hashamatga qarashadi deb. Da, o'rtacha 40 ming, 50 ming ketadi-da kamida. Siz ham shunaqa to'y qilasiz? Da, el qatori, undan kam qila olmaysiz. Majburman-ding, xohlasam, xohlamasam majburman-ding. Majbursizda. Keyingi savolga o'tamiz. Nima uchun ko'p treyderlar katta summa yetish uchun Dubayga borishadi? Xo'p, endi bu narsani ochiqdan ochiq ayta olmayman hozir. Yopiqroq qilib ayting. Da, yopiqroq qilib aytsa, O'zbekistonda qanday desam, cheklovlar ko'p-da, katta summalarga. Kartalaringiz blok bo'ladi. Misol uchun, men ham o'zim ko'p kartalarim blok. Ya'ni har summa pul chiqarganimda, misol uchun, qayerdan pul olding, qayerdan pul kelyapti deb yuborishadi, karta blok qilsam, men Toshkentga boraman, ko'rsataman mana bunaqa deb bir haftadan keyin ochiladi. Mana shunaqa muammo ko'p-da. Siz sal kattaroq pul chiqarsiz blok. U yo'lga borib yechib turasizmi, Dubayga borib pulni? Yo'q, hozircha meni tanishlarim bor, akalarim bor, ularga pul yuboraman. Keyin ular orqali yechamiz. Tradedan boshqa nima biznesingiz bor? Tasavvur qiling, trade sohasi yo'q bo'lib ketdi. O'sha payt siz kim bo'lib qolasiz? Xo'p, tradedan boshqa hozir fermamiz bor, ferma ochamiz hozir. Mol qo'yiladi. Kattaroq. Endi ochyapsiz buni.
Yo, boru уже endi kattalashtiramiz. Kattalashtiramiz. Mabodo bu soha bo'lmasa, bu anaqangiz bor, Da. biznesingiz bor. Hop, yangi savol. Bir kunda $1 million yo'qotib o'zini o'ldirgan treyder haqida fikringiz? Xo'p, $1 million yo'qotib, eshitganman, $10 million yo'qotib o'zini o'ldirgan. Ya'ni qanaqa desam, ko'pchilik treyderlar savdo ochishdan oldin oqibati, ya'ni foydani o'ylaydi, qancha foyda qilishni, misol uchun $1 million qilaman deb savdo ochadi, lekin o'ylamaydi, agar teskarisiga ketsa zarar qilsamchi deb o'ylamaydi va tayyor bo'lmaydi. U ham tayyor bo'lmagan, birinchidan, o'zini puli bo'lmagan. Ya'ni birovning puli, boshqadan qarz olganmi, investitsiya olganmi yoki shu ishontirib nimadir olganmi, endi uni qaytara olmaydi, $10 million. Baribir psixologiyada aytdim, hammaga ham emas tradingda ishlash. Chunki yani uzoq muddatda vaqtinchalik ko'pchilik rezultat qiladi. Yangi kirib keladi, misol uchun 1 yil o'rgandi, 1 yil rezultat qiladi, lekin uzoq muddatda 10 yillikda, misol uchun hozir ko'ryapsiz, O'zbekistonda treyderlar ko'p, keyingi 10 yilda ko'ramiz. Siz o'zingiz 95% qolmaydi keyingi 10 yilda. Shunaqa deb siz prognoz qo'yasiz. Siz o'zingiz bittada 1 million yo'qotganingizda nima qilardingiz? Qanaqa sosteniyada bo'lardingiz? Endi qarang, men $1 million yo'qotadigan bo'lsam, ya'ni oldindan bilaman-da, ya'ni men savdo ochishdan oldin qancha yo'qotishga tayyorman. $1 million yo'qotishga tayyorman, demak o'shanga o'zi tayyor bo'lganman. $1 million yo'qotsam, men hayotimda hech narsa o'zgarmaydi. Och qolmayman, ko'chada qolmayman, pulsiz qolmayman. Shunga tayyor bo'lib ochasiz savdo. Bilaman va u yo'qotgandan keyin hammasi normal. Emotsiya bo'lmaydi. Tiklab olish bor. O'sha orqasida bor nima deda. Tushunarli. Keyingi savol, $100 va $1000 ni qayerga investitsiya qilib ko'paytirsa bo'ladi? $100 va $1000 bilimga investitsiya qilib ko'paytirsa bo'ladi. Bilimga shuncha odam investitsiya qilyapti, lekin yo, $100 agar bilimi bo'lsa, misol uchun kriptovalyutada shunaqa, misol uchun sezonlarda bor, sportviy yo'nalishda qilsa bor. Har sezonda misol uchun $1000, 5000, 6000 qilsa bo'ladi har sezonda. Misol uchun yiliga 2 marta sezon keladi. Savdoga kirib. Da, savdoga kirib. Bir kunda bittada-da. Yo'q, qarang, yiliga 2 marta sezon keladi. O'sha sezonda, misol uchun 3 oy, 4 oy ichida bo'ladi sezon. O'sha sezonda 1000 dan stabil, katta risksiz, katta minussiz bir kunda. Shunaqa. 1 oyda deylik. 1 oyda. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Kunlik rejimingiz qanday o'tadi? Kunlik rejimim, kechasi men savdo qilaman. Kechasidan obedgacha uxlaymiz, obeddan keyin o'sha zalga boramiz. 5-6 da zaldan kelib, yana savdo. Faqat shu bilan hayotingiz o'tadi. Hayotni, ko'chani ko'rmaysizmi? Yo, endi bo'ladi, bo'ladi. Qizlar bilan gaplashish, misol uchun. Yo, unchalik emas lekin. Hozir o'zimga fokus qaratganman, karyera qilishimiz kerak, yaxshi natijalar qilish kerak, o'sha narsada fokus. Xo'p, uylanmagan ekansiz. Uylanganingizdan keyin hozir misol uchun pulingiz ko'p, yana kelajakda yana pulingiz ko'payib ketsa, ikkinchi xotin olasizmi? Yo'q, olmayman. Hamma oladi, nega istaysiz? Ya, o'zi bitta xotin o'zi katta tashvishda, yana orttirib nima qilaman? Siz uchun xotin tashvishmi? Xo'p, ekan. Xo'p, oxirgi savolim. Uydagilaringiz va do'stlaringiz kasbingizni to'liq tushunishadimi? Yoki xato bo'lib qolishadimi bir xil paytlar vaqtingiz bo'lmaganda? Yo'q, xafa bo'lishadi. Misol uchun hozir qarindoshlarning ichida ko'pincha bora olmayman ko'p narsaga. Misol uchun kechasi ishlaganim sabab ko'p davrlarda yo'qman. Chunki hozir men bu 1 yil bo'lgan bo'lsa, ofis ochganimga faqat ish, fokus ishda xafa bo'lishadi. Sen o'sha trade bo'lib pul topding, o'zgarib ketding degan gaplar ko'p hozir. Pul topib o'zgarib ketding degan. O'zi unaqa emas, lekin odamlarning nazdida shunaqa o'ylashadi. Bu narsadan hech qachon qochib qutula olmaysiz. Mayli, men sizga o'zimdan yana bitta savol beraman. Yosh treyderni o'rganayotgan yoshlarga, mana xato qilayotganlarga, katta risk qilib bunaqa oqizayotgan yoshlarga nima maslahat bera olasiz? Bir kuchli treyder sifatida. Xo'p, yoshlarga birinchi bitta ustoz topishlari kerak bo'ladi. Ustozsiz, misol uchun 1 yillik yo'lni 3 yilda, 4 yilda bosib o'tishadi. Ya'ni sizni xatoyingizni ko'rib, xatoni to'g'rila deb aytadigan inson sizdan bilimi kuchliroq odamda. Ustoz topishlari kerak. Keyin birdan katta summalar bilan emas, birinchi kichkina summa bilan boshlash kerak. Ya'ni $50-100 bilan boshlash kerak, foyda uchun emas. Foyda kerak emas, foyda haqida o'ylamaslik kerak. Tajriba uchun. Ya'ni boyagi o'rgangan bilimni real bozorda ishlatib ko'rish uchun. Ya'ni trading nazariy emas-da, u narsani kitobdan o'rganib yoki og'izdan eshitib qilib bo'lmaydi u narsa. Real bozorda ishlatib ko'rish kerak hamma narsani. O'shaning uchun kichkina summa qilish kerak, foyda kelyaptimi yo'q qaramaslik kerak. 1 yil, 2 yil faqat rezultat uchun. Bozor holatini ko'rsin, har xil holatlarda, urush holatida qanaqa bo'ladi, range holatida qanaqa bo'ladi, sezonda qanaqa bo'ladi, ko'rsin, tushunsin, kichik balansni boshqarsin. Keyin birdaniga katta summaga emas, sekin-sekin o'tish kerak. Misol uchun $50, keyin 500, keyin 1000 shunaqa qilib chiqish kerak. Kurslarda o'qishni maslahat bermaysiz? Kurslarda o'qishni berardim, ya'ni qanaqa? Misol uchun hamma odamning o'zini misol uchun fikrlashi bor.
kimni misol uchun ko'rdingiz, kuzatadi hamma. Misol uchun odamlar tutib qo'ymasin, sirazi misol uchun men treyderman desa borib kursini sotib oladi ekan. Hammani kuzatsin, natijasini ko'rsin. Misol uchun bepul darslarni ko'rsin, bilimi bormi, yo'qmi, rezultat qiladimi, yo'qmi. Undan keyin ham, demak, shu inson menga bilim bera oladi degandan keyin olsin, bilimini olsin. Hozir chiqib ketdim-da, Raybarchkida borib, bankda mamuncha pullarni yechib, keyin odamlar gapirishyapti, что o'zidan treyder yasayapti, odamlar tanishlarining pulini olib kelib ko'rsatyapti. Shu narsa qanchalik rost? Tak, endi bunaqalar ham bor, internetda bilasiz. Siz o'zingiz ko'rsatasiz, misol uchun pullar yechayotganingizni. Yo'q, u kamdan kam holatda. Endi misol uchun ba'zilar so'rab qolishadi, qani foyda bu deyishadi. Men ofisga chaqiraman, kelib ko'rsataman, bemalol mana deyishadi. Lekin o'zimdan o'zim olib kelib ko'rsatasiz. Hype uchun Instagramga, ommaga qo'yishga qiziqmaysiz. Yo'q. Juda sodda treyder ekanlar lekin. Ya endi ko'zam tegadi, misol uchun har xil odamlar hasad bor, misol uchun havas bundan nazar tegadi. Lekin misol uchun ko'p odamlarga bu salbiy ta'sir qiladi. Ya'ni qolganlarni ham o'ylash kerak-da, chunki ular o'ylashadi, da trader bo'lsam shunaqa pul topa olar ekanman. Lekin o'ylashmaydi, siz qaysi yo'ldan kelyapsiz, qancha qiyinchilik, qancha tajriba borligini o'ylashmaydi. Bittada bir oyda cho'tki pul topaman deb o'ylashadi. Savol berishadi, "Oka, depozitingiz qancha?" Xo'p, shuncha depozit. O'ylashadi, "Men ham shuncha depozit qilsam, shuncha pul topaman." Onson miyada o'ylashadi. 100 ming dollar depozit qilsam, da oyiga 200 ming topar ekanman yoki oyiga 100 mingni qattiq topaman degan narsa yo'q. Yo'q, keyin topishadi, qarz olishadi, mashinani sotishadi, yo'qotishadi. Mana shu narsa xato. Keyin treyderni yomon ko'rib qolishadi. Misol uchun mendan so'rashadi, "Oyiga qancha daromad qilasiz?" Men aytaman, misol uchun 50 ming desam, qancha depozit bor? 100 ming. Ha, demak, men ham 100 ming dollar topsam, oyiga 50 ming dollar profit qilar ekanman. U bilmaydi. Men 5 yildan beri kelyapman, 10-15 ta ustoz ko'rdim. Qancha pul yo'qotdim, qancha bu yerda stress bor, qancha misol uchun ko'p treyderlar bor, bizda hech kim zararni ko'rsatmaydi-da. Hech kim ko'rsatmaydi. Mingtadan bitta inson foyda qilsa ham, o'sha inson Instagram chiqqan, o'sha insonni hamma ko'radi. Bu yerda 900 ta odam zarar qilgan, uni hech kim ko'rmayapti-da. Faqat foyda. Faqat foyda haqida. Foydani, chunki yolg'on mana bunaqa infotsiganlar mana shunaqa narsani foyda qilganini olib chiqib, zarar qilganini, real narsani ko'rsatmaganini hisobiga odamlar treyderdan foyda qila olmaganidan treyder yomon ko'rib qolishyapti sohani. Lekin ko'pchilik yomon ko'rib tark etgani ham sizlarga yaxshi. Konkurentga emas, sizlarga konkurensiya yo'q, konkurent yo'q bu yerda. Masalan, men uchun konkurent yo'q. Qanchalik misol uchun odamlar pul yo'qotganida, hamma uchun o'zi uchun. Katta aytganda hamma o'zi uchun suzib yuradi bitta gap bilan aytganda. Xuddi shuni. Bu oxirgi savolim edi. Savollarimga javob berganingiz uchun rahmat. O'ylaymanki, hamma savolga rost javob berdingiz. Albatta. O'rtoqlar, Yoqubjon Umidovich treyderimiz bilan suhbat o'z nihoyasiga yetdi. Kommentariyada o'zingizlarning fikrlaringizni qoldirasizlar. Sizlarga podkast yoqayotgan bo'lsa, podpiska bosinglar va keyingi ishtirokchi aynan siz bo'lishingiz mumkin. Salomat bo'ling.